Bulung'ur tumani aholisi, hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar. 2025-26 o'quv yili uchun Prezident va ixtisoslashtirilgan maktablarga hujjatlar qabuli iyun oyida amalga oshiriladi. Qabul jarayonlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 27-maydagi 214-sonli qaroriga asosan amalga oshiriladi. Samarqand viloyatida bugungi kunda jami bitta Prezident maktabi va 18 ta ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlari faoliyat ko'rsatmoqda. Joriy yildan, ya'ni 25-26 o'quv yilidan Bulung'ur tumanidagi Pedagogika kolleji o'rnida Prezident agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktab o'z faoliyatini boshlaydi. Bulung'ur tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktabga 25-26 o'quv yili uchun aniq fanlardan 5-sinf, 6-sinf, 7-sinf, 8-sinf va 9-sinfga jami 48 nafardan 240 nafar o'quvchilar qabul qilinadi. Prezident agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktabiga kirish imtihonlari 5, 6, 7-sinflarga matematika va ingliz tilidan, 8, 9 sinflarga matematika, fizika, ingliz tili fanidan bo'lib o'tadi. Ixtisoslashtirilgan maktabning 5, 6, 7, 8, 9 sinfiga kirish imtihonlarining natijalari bo'yicha har bir sinfdan 48 nafar o'quvchi ballar ketma-ketligida maktabning aniq fanlari yo'nalishi bo'yicha o'qishga qabul qilinadi. Shu bilan birga mazkur ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasiga eng tajribali, yuqori bilimga ega bo'lgan o'qituvchilar va rahbar xodimlar tanlov asosida qabul qilinadi va o'quvchilarga dars beradi. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasida darsdan keyin fanlardan chuqurlashtirilgan tarzda qo'shimcha mashg'ulotlar olib boriladi va har bir o'quvchi bilan alohida shug'ullaniladi. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasida 11-sinfni tamomlaguncha o'qish bepul bo'lib, barcha xarajatlar davlat tomonidan moliyalashtiriladi. Talabgor o'quvchilar va ularning ota-onalari uchun qulaylik yaratish maqsadida murojaatchilarning savollariga javob berish uchun 1206 qisqa raqamli kol markaz o'z faoliyatini boshlagan. Prezident agentligi huzuridagi ixtisoslashtirilgan maktabga 25-26 o'quv yili uchun hujjatlar qabuli 1-iyundan 20-iyun kunlari onlayn shaklda my.gov.uz yoki ariza.pima.uz saytlari orqali amalga oshiriladi. Hamda kirish imtihonlari iyul oyining boshida o'tkaziladi. Prezident agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktabga quyidagi hujjatlar talab etiladi. Tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma, o'quvchining fotosurati oxirgi 2 oyda olingan, ota-onasi yoki uning o'rnini bosuvchi shaxsning pasport ma'lumotlari va telefon raqamlari, doimiy ishlab turishi kerak telefon raqamlari va 4-hujjat baholar tabeli nusxasi talab etiladi. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasiga hujjat topshirishga bevosita yordam berish maqsadida Pedagogika kolleji binosida maxsus shtab, ya'ni murojaatlar markazi tashkil etildi. Mazkur shtab har kuni soat 9:00 dan 18:00 gacha faoliyat yuritadi. Malakali mutaxassislar hujjat topshirmoqchi bo'lgan talabgorlarga amaliy yordam ko'rsatadi. Shuningdek, tushunmovchiliklar va maslahat kerak bo'lsa, quyidagi raqamga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 97 lik kodi bilan 612 42 26. Hurmatli bulung'urliklar, aziz o'quvchilar, Prezident agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktabga o'qish xohishi bo'lgan o'quvchilarni 20-iyunga qadar hujjat topshirishlari tavsiya etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.